Rus tilida v va na predloglarini va shuningdek is va s predloglarini 1 daqiqada qayerda va qachon ishlatilishini o'rganamiz. Demak, boshlaymiz. Birinchisi v predlogimiz biror narsani ichida bo'lganda aytiladi. Misol uchun, maktabda demoqchi bo'lsak, в школе, do'konda bo'lsa в магазине, biror sumkani ichida demoqchi bo'lsak, в sumке deb aytamiz. Lekin shunaqa holatlarimiz bor, shaharda, qishloqda yoki parkda demoqchi bo'lsak, biz uni ochiq joy bo'lsa ham v bilan aytamiz. Keyingisi na predlogimizni biz ishlatamiz jarayonga nisbatan yoki jarayon bo'layotgan joyga nisbatan aytishimiz mumkin. Misol uchun aytamiz, ishda demoqchi bo'lsak, na работе, ko'chada na улице, bozorda na рынке, stadionda bo'lsa na stadioне. Yoki biror narsani ustida demoqchi bo'lsak, misol uchun na stole deyishimiz mumkin. Biror narsani yuzasiga nisbatan ham aytamiz. Demak, v va na predloglarimizni biz ikki xil holatda ishlatishimiz mumkin ekan. Biror joyga yoki biror joyda deganda. Misol uchun, do'konda bo'lsa в магазине bo'ladi, do'konga bo'lsa v magazin bo'lib keladi. Bular haqida to'liqroq ma'lumotni Vinitsiyni padej mavzusida ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi, biror joyga biz v predlog bilan boradigan bo'lsak, misol uchun shkolu mana. Undan qaytayotganda biz is bilan foydalanib aytamiz. Is shkola bo'ladi. Biror joyga biz na bilan borayotgan bo'lsak, u bilan qaytishda biz sin ishlatib yoki son ishlatib aytishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, na работу yoki с работы.